Davom etamiz. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida publitsist adib Ahmadjon Meliboyev tavalludining 80 yilligiga bag'ishlangan ijodiy kecha bo'lib o'tdi. Unda yozuvchilar, shoirlar, jurnalistlar, adabiyot ixlosmandlari hamda ijodkorning shogirdlari va hamkasblari ishtirok etishdi. Milliy jurnalistikamiz rivojiga munosib hissa qo'shgan ustoz Ahmadjon Meliboyevning yubiley kechasidan tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Ahmadjon Meliboyev vaqt qatlarida o'z izini qoldirgan, so'zini yurakdan o'tkazib qalblarga yetkaza olgan ijodkorlardan biri. Ustozning hayoti bu oddiy kunlar yig'indisi emas, balki ma'no izlab o'tgan yillar silsilasidir. Uning ijodida inson ruhiyati, orzu va iztiroblar, umid va sadoqat o'zaro uyg'unlashib ketadi. Go'yo har bir satr ortida bir umrlik tajriba, har bir so'zda yurakning iltijosi bor. U hayotni kuzatgan, tinglagan va uning eng nozik jilvalarini qalamga ko'chirgan. Kechada so'z olganlar ham ayni jihatlarni alohida e'tirof etib o'tishdi. Ahmadjon Meliboyev tavalludining 80 yilligi tadbirini O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said ochib berdi. 55 yil matbuotga xizmat qildi. Biz Ahmadjon Meliboyev bilan yonma-yon o'qiganmiz jurnalistika fakultetida. Shundan beri men kuzatib kelaman. Yonma-yon ketayotgan odamdek kuzatib kelaman. Mahorat bilan, zukkolik bilan, aql idrok bilan hayotga qaraydi, bahosini beradi va mahorat bilan sharhlaydi. Sharhlovchilik jurnalistikasining yaqqol namoyandasi Ahmadjon aka. O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasiga bosh muharrir bo'lgan u Asqat Muxtor, Odil Yoqubovdan keyin bo'lib, ana shu gazetani eng murakkab davrda jamiyatda fikrlar quyushqonga aylangan bir paytda bosh bo'ldi, markazlashtirdi, qovushtirdi. O'zbek milliy tafakkurini qovushtirdi va minbar berdi. Buning uchun Ahmadjon Meliboyevdek usta, tajribali odam kerak edi. 80 yillik yubiley bu faqat sana emas. Bu bir insonning umr yo'liga berilgan baho, uning xalq qalbida qoldirgan iziga ehtirom. Ahmadjon Meliboyevning hayoti bizga shuni o'rgatadiki, haqiqiy ijod bu vaqtdan ustun. Adabiyot va madaniyat sohasidagi tashabbuslari, yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan sa'y-harakatlari uning ijtimoiy faolligini ham ko'rsatib beradi. 20-asr, 21-asr o'zbek jurnalistikasi haqida gap ketganda Ahmadjon Meliboyevning mahorat maktabini o'rganmaslik mumkin emas. Sababi domlaning o'zbek jurnalistikasida o'ziga xos alohida o'rni bor. Ayniqsa zamonaviy kadrlarni yetishtirib berishda ham ustozning xizmatlari beqiyos desak bo'ladi. Sababi O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida domla ko'p yillar bosh muharrirlik qildilar. O'sha davrda endigina tetapoya qilib jurnalistikaga kirib kelayotgan yoshlarni o'z mahorat maktablarida qayta o'qitib, ularni tarbiyalab, so'zdan so'zning farqini, qolaversa yozish, gapirish madaniyatini juda ham teran anglatib o'rgatgan edilar. Bugun o'ylab qarasam, o'sha 2004-yillarda adabiyot va san'at mahorat maktabini bitirgan yoshlar bugungi kunda sohaning ko'plab tarmoqlarida juda ham o'z so'zi va o'z ovoziga ega iqtidorli mutaxassislar bo'lib yetishdi. Yubiley kechasida yig'ilgan adabiyotimiz, she'riyatimiz darg'alari, ijodkorning fidoyiligi, talabchanligi va mas'uliyat haqida o'z rakurslari asosida ta'rif berar ekan, shogirdsevar, so'zi o'tkir va mehnatkash publitsist degan xulosani oldik. Chindan ham ustoz o'z kasbiga sadoqat bilan xizmat qila olgan, tinmay izlanuvchan va mehnatdan tolmaydigan, so'zi hamda qalami orqali jamiyatga ta'sir ko'rsata oladigan o'tkir fikrli publitsistdir. Qolaversa, oila boshi sifatida farzandlar kamoloti yo'lidagi muhim yondashuvlari o'z mevasini berib, bugun jamiyatga munosib avlodlari otalaridan faxr tuyib xizmat qilishmoqda. Otam endi turli yillarda bevosita mana O'zbekiston Respublikasini manfaatlarini, mana shu adabiy muhitni, tarbiya, ma'naviyat, diniy masalalar bo'yicha ham juda katta ko'p chiqishlar qilgan va respublika bo'ylab 1000 dan ortiq shogirdlari bor. Jurnalistika, publitsistika sohasida, adabiyot sohasida shundan faxrlanamiz. Men afsuski bu yo'ldan borganim yo'q, lekin kitobni o'qishni haligacha ham davom etmoqdaman. Shuni biz o'qib yoki ertasi kun tahlil qilib, keyin bizdan so'rardilar, shuni o'qidingmi? Qanaqa fikr? Mana shu narsa bizda keyinchalik ijobiy yondashuv, biron bir ma'lumotni olib o'qishdan oldin uni tahlil qilish, bir o'rgatiladi shu narsa. Bundan tashqari xonadonimizga ko'p ijodkorlar keladi, o'sha Erkin Vohidov, O'tkir Hoshimov, Abdullo Aripov, shoirlar. Mana shulardan biz o'sha nafaqat kitob o'qishni, umuman ma'naviyatga yoki ma'rifiy masalalarga bo'lgan qiziqishlar o'rgandik, balki umuman o'zbek tiliga
o'sha vatanga, millatga bo'lgan bir vafodorlik, bir nima deydi, hurmat anaqalarini o'rganganmizda. Muxtasar aytganda Ahmadjon Meliboyev haqidagi iliq fikrlar uning nafaqat ijodda, balki insoniy fazilatlarda ham yuksak darajaga erishganini ko'rsatadi. Bunday insonlar jamiyat ma'naviy taraqqiyotiga xizmat qiluvchi, so'zi va amali bilan iz qoldiradigan shaxslardir. Shu bois u haqidagi ijobiy mulohazalar bu shunchaki ta'rif emas, balki uning hayoti va faoliyatiga berilgan munosib bahodir. Tadbirda ayni jihatlar takror va takror tilga olindi. Yakunda adibga O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi hamda boshqa tashkilotlarning esdalik sovg'alari topshirildi. Malohat Mingliqulova, Mirsaid Oripov, Joyid informatsion dastur uchun.